Nima bo'ldi? Siz bilan uchrashgan fuqaro o'rtalarida nima bo'ldi? 24 soket oldik xolos. 39 mingga kelishdik. 25 ming oldindan beradigan, 14 mingni keyin beradigan bo'ladi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida fuqaroning murojaati asosida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida yer savdosi bilan bog'liq firibgarlik holatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Marhamat tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan shaxs boshqa shaxslar bilan oldindan jinoiy til biriktirgan holda davlat zaxirasida bo'lgan 24 sotix yer maydonini go'yoki turar joy toifasiga o'tkazilgani va uni rasmiy tartibda xaridor nomiga rasmiylashtirib berish imkoniyati mavjudligini aytib, yer maydonining har bir sotixini 1700 AQSh dollardan hisoblab, jami 39 ming AQSh dollariga sotishga kelishgan. Tezkor tadbir davomida kelishilgan 39 ming AQSh dollaridan 25 ming AQSh dollarini Marhamat tumani hududida olgan vaqtida gumonlanuvchi shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, yer munosabatlariga oid barcha masalalar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi. Yer maydonini ajratish, sotish yoki rasmiylashtirishni va'da qilib, moddiy manfaat talab qiluvchi shaxslarning xatti-harakatlari qonunga zid hisoblanadi va bunday holatlarga nisbatan huquqiy choralar ko'riladi. Andijon viloyatida yer savdosi bilan bog'liq noqonuniy holatlarni oldini olishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom etmoqda.